Assalomu alaykum. Sera va durutli vannalarda 7 ta eng asosiy foydalarini gapirib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda qon aylanishini yaxshilaydi. Ya'ni siz vannaga tushganingizdan keyin kapillyarlar orqali butun organlarga qon yetib borishi ta'minlanadi va insonning organizmida qon aylanishi o'z-o'zidan yaxshilanadi. Ikkinchi navbatda tomirda, ya'ni butun bir tomirlarda elastikligini oshiradi. Bu tomirlarda elastikligi oshgandan keyin insonda ateroskleroz va shunga o'xshagan kasalliklar o'zidan o'zi kamayadi. Uchinchi navbatda yallig'lanish. Mana ko'pchilik bilamiz, bo'g'im og'riqlari bilan kasallangan bemorlar chimyonga borishadi. Ko'p yillardan buyon nimaga boradi? Shu suyak, bo'g'im, mushaklarda yallig'lanishni kamaytiradi. Tabiiy yo'l bilan kamaytiradi. Va to'rtinchisi bu asab tizimini tinchlantiradi. Asab tizimini qanday tinchlanadi? Bunday vannalar birinchi navbatda stressni kamaytiradi va bundan tashqari umumiy holatni yaxshilaydi. 5-navbatda metabolizmni faollashtiradi va eng asosiysi terini to'qimalarini yangilaydi, yoshartiradi.